Salom do'stlar, sizlar bilan Sir va Saboq kanali. Dunyoga mashhur dodo qushlari aslida haqiqatdan yashagan desam ishonasizmi? Bugun aynan dodo qushi tarixiga yuzlanamiz va nima sababdan hozir bu qushlar yo'q bo'lib ketganini birgalikda bilib olamiz. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib obuna bo'lishni unutmang. Bu siz uchun 1 daqiqalik ish. Biz esa siz uchun doimo qiziqarli videolar tayyorlab boramiz. Unday bo'lsa, boshladik. Dodo qushlari Mauritus orolida yashagan. Ular ucha olmagan, lekin juda tinch va ishonuvchan bo'lgan. Ularning tashqi ko'rinishi qorni katta va dumaloq, xuddi semiz tovuqqa o'xshagan. Tanasi biroz oldinga chiqib turgan. Og'irligi taxminan 10-20 kilogramm bo'lgan. Qanotlari kichkina, uchishga yaramagan. Oyoqlari baquvvat, yurishga moslashgan bo'lgan. Umuman olganda dodo semiz, yumaloq va sekin harakat qiladigan qush bo'lgan. O'sha yillarda orolga borgan dengizchilar va rassomlar dodo qushning rasmini chizib qoldirgan. Eng mashhur rassomlardan Roland Severi u dodo rasmini chizgan va hozirgacha saqlanib qolgan. Suyaklari topilgan. Ya'ni olimlar Mauritusda dodo qushning suyaklari, bosh qismi, skeletlarini topishgan. Shu orqali uning tana tuzilishini aniq bilishgan. Hozirgi kunda ilmiy tiklanishlar natijasida, ya'ni olimlar eski rasm va topilgan suyaklar orqali dodo qanday ko'ringanini qayta tiklab chizishgan. Nega dodo qushi insonlardan deyarli qo'rqmagan? Sababi, dodo qushlari faqat Mauritus orolida yashagan, tabiiy yirtqich hayvonlar deyarli bo'lmagan. Hech kim ularni ovlamagan. Ammo 1598-yilda odamlar bu orolga kelgach, u qushlar uchun hammasi o'zgardi. Ular qochishni bilmaganligi uchun odamlar ularni juda oson tutib ov qila boshladi. Bundan ham yomoni, odamlar bilan kelgan itlar, mushuklar va boshqa hayvonlar dodo tuxumlarini yo'q qilib yubordi. Natijada juda qisqa vaqt ichida dodo qushlari butunlay yo'q bo'lib ketdi. Bugungi kunda esa dodo insonlar tabiatga qanchalik zarar yetkazishi mumkinligining eng achchiq misollaridan biri. O'ylab ko'ring, agar ular odamlardan qo'rqishni bilganda hozir ham yashab yurgan bo'larmidi?